hurmatli tomoshabin do'stlarimiz, Olimxon akamiz Toshkent shahrida Olimxon osh markazini assotsiatsiyasining rahbarlari. Bitta yeb ko'rganlaringda o'zlaring baho berasizlar, chunki men o'zim Tojikistondan o'rtoqlarim, Qozog'istondan, Qirg'izistondan kelganda to'g'ri olib kelgan hammasi 5 baho qo'yib ketganda Olimxon aka. Rahmat. Aka, endi yoshlik davridan boshlasak. Bu ota kasbim degandek qildingiz boya sizga bir savol berganimda. Otam oshpaz bo'lganlar. Shu yoshligimda 9-10 yoshlik paytim shu orqalardan ergashib meni tashlab ketishga harakat qilardilar. Uxlamaysanmi derdilar. Shu bekinib orqalaridan borardim. 9-10 yoshlik paytim shu ishg'ozlik bo'lib qiziqib 9-10 yoshimdan shu orqalaridan ergashib borib, uyga borib uxlasangchi, nima qilasan yarim kechasizlar. Shu qiziqish bo'lgan. Gap yo'q aka, 9 yoshda osh qilarmidingiz o'zingiz mustaqil yo shogirdlikka tushib necha yoshda mustaqil o'zingiz qilgansiz osh? Men birinchi oshimni shu yoshim 13 ga kirgandim. Bitta marakada adamga ham aytmasdan, hech kimga aytmasdan borib o'z boshimchalik qilib osh damlaganman. Saltaga oldirganman, lekin odamlar duo qilib maqtab chiqib ketishgan. Saltaga oldirganman. Shu birinchi shu damlashim shu 13 yoshga yaqin paytim. Adamga ham aytmasdan, adam urush bermasinlar deb qiziqish bo'lgan, borib qilganman. 13 yoshlarida osh qilgan. Hozirgi 13 yosh bolalar nima ish qilayotganlaringni bir o'zlaring ko'z oldlaringga keltirib qo'yinglar. Aha. Shu bilan qiziqish bo'lib yurganmiz. Keyin adam shu oshqozonlari kasal bo'lib osh yig'ishtirib qo'yganlar. Shundan keyin to'xtab qolgan 5-6 yil. Menda bariyani qiziqish bo'lgan, mahallalarda to'y bo'lsa chiqib osh suzishib, qarashib, yo'q qilib oshpazdek qarashib yurardim. Gohidan u paytda endi soyuz vaqti bilsangiz agar kelin uyiga kuyov tarafdan osh kelardi, alyumin 50 kilolik qozonlarda suzuvchi odam kerak bo'lardi. Men suzaman deb, ma'ni qilib beraman deb suzib, mashina qilib yurganmiz. Shu vaqt o'tgan, shu to'y marakalarda iltimos oshinglarni damlab bering, pul kerak emas deb mana shunaqa ishlar qilib elga tanildik. Ha, boshlanishida o'zi shunaqa bo'ladi-da, pulsiz bo'ladi hamma narsa. Sekin-sekin mana hozir juda mashhur oshpazlardan birisiz, men bilaman. Olimxon aka, mana birinchi ustozingiz demak dadangizlar. Adamlar. 13 yoshda osh qilgansiz. Aha. Aka, yana bitta savol tug'iladi-da o'zidan o'zi. Oshni buzib qo'ygan paytingiz ham bo'lganmi aka? Mana nahorga borasiz yo nimadir bo'ladi. Nimadir bu buzilib qolganmi osh? Yo'q, bunaqasi bo'lmagan. Shu bir marta o'sha adamdan yashirib 13 yoshligimda osh damlaganimni teyini sal oldirib qo'yganman. Aha, o'sha bir marta qilgan xatoyingiz. Ha, bir marta qilgan xatoyim bo'lgan. Baraka toping. Aka, shogirdlarchi, shogirdlarning nechta shogirdlaringiz bor? Qanday ular? Shogirdlar ko'p. Aha. Endi menda osh bo'lmagani uchun milliy taom, Yevropa taomlariga ham sal aralashib yurganmiz. Shuning uchun ayollardan ham bor, 5 barmoq bunaqa xamirli narsalar o'rgatib, o'zim bilganimni o'rgatib, mana hozir 3-4 tasi shef povar ham bo'lgan. Moskvada bittasi restoranda u shef povar. Xorazmda bor shogirdim ayol u ham. U ham shef povar, 2-3 ta to'yxonani yurg'izadi. O'sha povarligini qilib. Bolalardan ko'p. Ortiq degani bor, Jamoliddin 18-19 yoshli paytida menga otasi olib kelgandi, rahmatli. Otasi juda yaxshi inson edi. Biz juda ko'p suhbat qilib o'tirardik. Shu o'g'lim bor, oshingiz menga yoqadi, shuni o'rgatsangiz olib, o'zi oshpaz edi u bola. Shu bilan mayli qani olib keling deganman, shu kelgan. Men haligacha oldimda, buni 20 yildan oshdi adashmasam. Ha, baraka topsin. Aha. Oldimda. Bu ham shu yerda birga ishlaydi biz bilan. Ortiq degani bor, Norqul degani bor. O'zim o'g'lim hozir mana o'zimga shogird. Ha. Shu o'rinda bitirib bitta narsani ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Hurmatli tomoshabinlar, mana
Olimxon akamizni o'zlarini choylari ham bor. Aka, bu anchadan beri chiqarasizmi choyni? Choy ko'p bo'lmadi. Shu birinchidan ishga sovordim, 1-oktyabrdan. 1-oktyabrdan boshladingiz. Bu faqat oshxonalar uchunmi yo do'konlarga ham chiqdimi? Yo'q, do'konga hali chiqazganimiz yo'q. O'zimizni oshxonalarimizga hozircha unaqa katta ob'yomda Ha, sekin-sekin Xudo xolasa chiqadi. yangi yo'lga qo'yildi. Xudo xolasa sotuvga ham chiqazadigan niyatla turibdi oldinda. Olimxon aka, sizni ko'rganman videolarda ham, rasmlarda ham Nursulton Nazarboyevga osh qilib bergansiz. O'shani aytib bering, o'sha eng qizig'ida aka, qanday podshohga osh qilib berish, buni o'zi ham har kimga nasib qilmaydi-da. Endi qanday sabab bo'lgan, nima bo'lgan? Bu endi uzoq gap bo'lib ketadi-yu. Bilsanglar agar Olmaotada qandolat fabrikasi bor, Shkalat. O'shda bir tadbirda qilingan ish edi bu. İşte Fransiya bilan Italiya bilan qo'shma korxona qilib bitta liniyani ishga tushirishgan. O'shda oshini qilgandim. O'sha yerda tanishib bu yoq qilib keyin oradan 3-4 kun o'tgandan keyin chaqirib birga suhbatlashib bosh qilgandik. Ya uni qiziqarli emas. Var kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. Конечно qiziq. Podshohga ovqat qilib berish endi bu aytavering, aha. Maqtanadigan narsa. Yo, endi-da, burus qiziqda ko'rib turgan odamlarga. Maqtanmay, endi bo'lgan holatda-yu. Yaxshi, Murod Rajabovdan so'rayman. Ha, o'sha oshga marhamat ko'rsatuvlarida ham ishtirok etgansiz. Murod Rajabov rahmatli, uni ham ko'rganman. Juda yaxshi insonlar. Do'st gapirardilar. Olimxon, siz bilan bitta отдельно ko'rsatuv qilamiz osh to'g'risida deb gapirardilar. Amalga oshmadi shu rejamiz. Yaxshi insonlar. Oxirgi payt mazalar bo'lmaydi, shu qiynalib qoldilar. Sahrlar bor edi. Bir отдельно osh to'g'risida sizdan bir ko'rsatuv qilamiz. Osh chempionatdan tashqari derdilar. Shu amalga oshmay qoldi, shu anaqamiz. O'tib qoldilar deydi. O'tib qoldilar. Shu yoshlikdan shu oshga qiziqib yurib, shu darajaga yetdik, Allohga shukr. Farzandlarimiz ham shuni orqasidan voyaga yetkazyapmiz. Alloh nazar tushgan ekan shunchalik qimirlab elga xizmat qilib yuribmiz. Shu yana nima? Olimxon aka, bir maqol bor-da o'zbekda. Bir kuning qolsa ham osh ye, bir puling qolsa ham osh ye deydi-da. Shu nima degani? O'zi tushunmayman shuni. Nimaga shunaqa deydi? Endi chuqur anaqa-yu bu. Men lekin kechasi kunduzi osh yeyman. Bezor bo'lmaydi-da odam. Oshdan ketaveradi. Ertalab ham nahorgi oshimizda ham 4 qoshiq sog'in deyman. Obedga ham, kechqurungi oshimizga ham qancha 4 qoshiq sog'in ichib yeyman. Medaga tegmaydi, bilmadim endi. Lekin 20 tadan oshiq muxlislarim bor, anaqa osh shinavondalar. Erinmasdan har kuni ham kelib yeb ketadi obed. Erinmasdan. Va endi xotirgacha bizga payli osh uni ko'p yesa ham allergiya beraveradi badanga, har xil kuchlilik qilib badanga qichima chiqib anaqa payini har kuni yorganda u o'ziga yarasha kuchi bor uni. Xotir olaman, haftada bir marta bo'lsa ham boshqa ovqatga o'zgartirib turay, har kun osh yeyvermay, qiynalib qolasan. Keyin orasida 3-4tasi keyin chiqib qoladi baribir. Badanga qarayman, bunaqa bo'lib ketdi. Men ogohlantiraman. Endi payli osh emas, biz payshanba kuni sur oshlari ham qilamiz, sur osh qilamiz. U ham juda kuchli, davlenasi borga imkoniyat bo'lsa yemalari, boydoqlarga kamroq yegin deb qo'yaman. Qiynalib yurmang tong kechasi deb. Sur osh nima degani? Olimxon aka, mana shu haqida ham men ham endi eshitishim, lekin sur osh degani. Bu dumba go'sht, dumbani sur qilamiz, go'sht qo'y to'shidan nozira joylaridan quritib atrofdan to'sh qilib o'shandan osh qilamiz. Kunjut yog'iga. U immunitet ko'taradi, sog'lom qiladi. Baquvvat oshu imkoniyat bo'lsa davlenasi borlar kamroq yegani yaxshi deyman-da. Chunki kuchli narsa bu.
kimdir davleniyasini ko'tarib yuboradi. Endi yoz kunlarida uni to'xtatib qo'yamiz. Mana salqin tushdi, xudo xolasa. O'tgan haftadan uni ham уже boshladik. Xudo xolasa bo'lib turibdi endi bu ham. Endi xudo xolasa noyabrdan shu oktyabr oxiridan rejalashtiryapmiz. 2 kun dumg'azali osh. Misol 22-chidan boshlanadi 2 kun dumg'azali osh. 2 kun bodom oshimiz bor. O'zimni ijodimdan bular hammasi. Murod Rajabov ham shu bodom oshimga ishqiboz edilar. Bir qilasiz deb qo'ymasdi. Qanaqa bo'ladi aka? Bodom osh deyapsiz mana. Tushuntirib o'ting-da. Значит, bu hali yo'q hech qayerda. Endi bo'ladi. Yo'q, bu o'zimni lishni anaqamda ijodim. Mana endi 10 dan oshiq oshlarni o'zimcha kashf qilganman. Hammasi xalqqa yoqqan. O'sha bir qilinadi shu oshlar. Odamlar mazza qilib yeyishadi. O'sha oshga talab qilishadi. Bir xil joylarda to'yga osh damlagan borsa, o'sha bodom oshini qilib bergin deyishadi. Xalqqa yeysin bilan deb qilib turamiz u to'ylarda. Endi bitta sezonda bu aslida salqinda yaxshi-da, odam organizmi yaxshi. Bodom yog'idan bodom sop qilinadi, go'shti qo'y shapoqlari 3 kun marinovka qilinadi. Go'sht jonivor og'izda eriydigan darajada bo'lib, mazasi o'zgacha bo'lib chiqadi osh. O'ziga yarasha mazasi bor, ta'mi bor. Yegan sari yegiz kelaveradi. Endi odamlar shunaqa deydi, yesam yegim kelaveradi shu osh, qornim shishib ketsa deydi. Bosh bo'lsin deb qo'yaman. Yeganni bilmaydi-da, oshig'i bilan mazasiga anaqa ishqiboz bo'lib yeydi. Shunaqa. Olimxon aka o'zi bizning O'zbekistonimizda oshda nech xil turi mavjud? Biz O'zbekistonda ofitsiantni deydi-yu. 30 dan oshiqroq osh turlari bor. Kimdir hozir 2014-yilda bir kitobga ko'zim tushdi. 70 dan oshiq osh turlari bor ekan. Bitta afg'on oshi, shunga o'xshash. Endi har bitta millatda o'zini oshi bor. Hind oshi bor, mana hindlar ham osh qiladi, lekin ular osh deydi-yu, lekin u osh emas. Misol, sabzini qaynatib olib, ichiga qalampir soladi, shakari soladi. Guruch qo'shib qaynatib turib, guruch adini qaynatib olib turib, keyin ustiga solib, haligi kashaga o'xshatib ana qiladi. Hindlar o'zining oshi endi u. Armanlarning oshi bor mana. Qizil sabzidan qiladi, ichiga lovlega solib qiladi. Go'sht adini qaynatib oladi, sabzilarni adini qaynatib oladi, guruch adini qaynatib oladi. Ustimiz qo'yib turib qilishadi. Osh ularga endi osh. Osh o'zi bitta qozonda bitta solinib qilinadigan narsa. Ha, alohida qilinmaydi. O'shaning uchun turlari ko'p. Menda ham bor hind oshini olsak, men o'zimizni millatimizga, o'zimizni anaqamizga yarasha qilganman bu oshni. O'zim tovuq go'shtidan men sayroqlarga qilinadi. U ham juda mazali, yeyishli bo'ladi. O'zimizni stilda. Hindlar noxotlasi olib, adini qaynatib olib turib, bitta aralashtirib tashlaydi. Yo'q, mana shu qozonda, keyin mana shuni bir Jamol degan shogirdimdan keyin mana shu hindlar o'zlaricha oshni bana qilishadi. Biz o'zimizga yaratamiz deb qilganman bu ishni. Lekin akarashkadan o'sha payt akarashka modada sayroqqa qilib qilganmiz. Toza dietishga rosa zo'r mazali osh chiqqan. Endi uni unaqa ommaviy chiqazim anaqa xalqqa chiqaza olmaganmiz. Chunki uni nima deydi? Hinddan osh qanaqa bor ekan, bunday ko'rib turib, to'qqa bo'lgan ekan deb uni yegan odam yegan, lekin yeb ko'rib, mazza zo'r ekan degani. Lekin u darajada ko'tara olmagan. Bedana oshini kashf qilganmiz o'zim. U qanaqa bo'ladi bedana osh, Olimxon aka? Bedana oshi qo'yi to'shi bilan bedanadan qilinadi. O'sha hammasini qo'rib, go'sht bilan adin qo'rib olib turib, keyin sabzini solib turib, bittada qo'rib, bedanani terib qilinadi. Bedanani ichiga qiyma sosi bo'ladi, dumba sosi bo'ladi. Bu bedana oshi deb o'shanga nom qo'yib qo'yganmiz. Yong'oq solinadi, daraxt yong'og'i, greska, arik.
O'shanaqa solinadi. Uni ham mazasi o'ziga yarasha, u ham immunitet ko'taradi, chunki yong'oq ichida bor. Bedanani o'zi immunitet ko'taradigan narsa bo'lgani uchun bu ham immunitet ko'taradigan oshlardan bir turi bo'lgan. Behi shohi degan oshimiz bor. U mavsumiy. Shu behi uzilgandan keyin, bargi tushgandan keyin shoxini olib qo'yamiz uni. Qalamchalik qilib. O'shandan keyin qalamchasini qozonga terib olib turib, go'sht terib olib turib, yog' qizdirib, quyib turib, o'shanaqa qilinadi. Uni behining ichiga dumba solib teriladi, boshqa narsa qilinadi. Hali shoxini o'zi aromat beradi, hidi, maza, o'ziga Qozonchiga teriladi, ha? O'ziga loyiq anaqasi. Go'sht, unga 3 xil go'sht solamiz. Qo'y go'shti, mol go'shti, ot go'shti. Ot go'shti sal qattiqroq bo'lib chiqadi, chunki yog'da qovurilgan hisobiga ot go'shti riski qotadi. Lekin uni ham o'ziga yarasha gashti bor. Yeganingizda o'ziga yarasha prikus deydimi? Shunga o'xshagan anaqa mazalari bor. Hamma mana shu o'zimda 38 xil osh turi bo'lsa, 38 xil turdagi oshi hammasi mazasi o'ziga bir-biriga o'xshamagan. Pay oshimizga kelsak, pay oshimizni bu ijod deydi-yu. Boshida rosa qiynalganmiz buni. Teg olib, chunki pay qaynagandan keyin shiras chiqadi. Qozon yopishib oladi go'shtga. Go'sht yopishib oladi qozonga. Rosa qiynalganmiz buni boshida buni bitta vaqtda solib, pay go'sht bilan birga solib turib qilishiga, chiqarishga buni bir oy rosa uringanmiz. Chunki pay pishgan sari u eriydi, shiradi u. Mana qo'lingizda ushlab ko'rsangiz, qo'lingiz shishib qoladi. O'sha hisobiga go'shtlar qozonga yopishadi, tegiga olardi osh. Biz har usullarni qilib oxiri buni ham natijasi berdi, erishdik. Tegiga oldirmasdan qilish yo'llarini bor ekan, buni ham yo'llari. Xalqimizga buyuribdi, yeb maza qilib duo qilib ketishadi. Biz xursandmiz. Shu. Do'stlar, men shu o'rinda aytmoqchiman, meni o'zimda shaxsiy fikrim, men fikr bildirishga egamanda, men uchun eng zo'r osh Olimxon akamning oshi. Bitta kelganda Toshkentga yo'llaring tushganda yeb ko'rasizlar. Yana Olimxon akamning yaxshi tomoni, viloyatlarga ham bular shogirdlari bor ekan, borib nahorlaringda, yaxshi kunlaringda cho'tki qilib o'tkazib berar ekan. Endi bularni qilgan oshlari baribir boshqacha bo'ladi. Yomon tomoni osh yetmay qoladi, lekin u mo'ljal, osh shirin bo'lgandan keyin yetmay qoladi-da. O'sha Olimxon akam nomerlarini pastda qoldiramiz. Agar qiziqsalaring, ko'rasizlar, maza qiladi xalq. Chunki o'zi ko'p nahorlarga boramiz, Olimxon aka nahorga chaqirgandan keyin stolni to'ldirib tashlaydi-da. U kerak emas deyman-da. Sen oshga aytyapsanmi? Oshing zo'r bo'lsin. Hozir shu moda gapingizni oldim. Moda ichib qoldi, qazi, anaqa tandir go'sht. Endi osh tilovatlar anaqalar bo'ladi, ma'ruzalar bo'ladi. Haligi osh kelguncha odamlar qoni to'yib qoladi, osh yomay. Keyin chiqib ketgan ko'pchilik afsus qiladi, osh yomadi. Oshga keldik-ku, somsa bilan, qazi bilan, tandir bilan qorin to'g'izib qo'ydik dedi. Endi oshsiz bo'lgandan keyin chiqib olib turib tomosha qilib turaman endi. O'sha noto'g'rida oshga aytyapsizlarmi? Faqat osh qo'yinglar, salat, non, choy, boshqa narsa kerak emas. Qaymoq, somsa, norin, nimadirlar qiladida, nafs degan bir yomon narsa bor-da odamzodning ichida. Bundan yeydi, bundan yeydi, bundan yeydi. Azgina cho'qqilaydi, shundan qorin to'yib qoladi. O'zi oshqozon bir mana shuncha narsa bo'lsa. Olimxon aka, oshdan boshqa hamma ovqatlar bor-da sizda, baribir hunarga keladigan bo'lsak, luboy ovqatni qilasiz. Bu Olimxon osh markazida faqat menimcha osh, boshqa ovqat yo'q, Osh. Endi manti qilinadi, sho'rva qilinadi nomiga, lekin bizga keladigan odamlar ishonasizmi, uzoq-uzoqlardan kelishadi, aslida mashinada kelishadi, osh yeyman deb keladi. Mana shu 5 kishi kelsa ham, 10 kishi kelsa ham osh yeyman deb kelishadi bular. Shuning uchun qolgan ovqatlarga biz kuch bermagansiz. Asosiy kuchni oshga qaratgansiz. Shu osh bilan chegaralanib qolamiz. Yo'liga 5-10 porsa manti, somsa yoki anaqa sho'rva qilib qo'yamiz. Endi bizning kachalki sho'rvamiz ham bor. Ana endi boshdan sal qilib tutsa boshlanadi. Bu ham 1 sutkada pishadigan taom, sho'rva, go'sht bo'ladi faqat. Molni tuyog'idan tayyorlanadi.
tuyoq, go'sht, sho'rva. Zelin solinadi. Har xil ziravor solinadi, lekin bu ham immunitet ko'taradigan juda kuchli ovqatlardan biri. Menimcha bu ovqatni boshqa joyda ko'rmaganman ham, endi internetda bir qiziqib tomosha qilib qolaman. Biznikiga yaqin narsa qilishadi. O'sha tuyog'lar qaynatib, anaqalarni kachalkalarni qaynatib, kusok qilib mana immunitet ko'taradigan narsa deb qilishadi. Lekin bizniki bari o'zgacha. Bu ham tarixi juda uzoq. Aytsam juda vaqtim ketadi. Ayting, qiziqda ko'rib turgan odamlarga aka, siz bilan faqat shu narsa haqida gaplashamiz o'zi, boshqa tema yo'q. Bir Alayskiyda Dilshod aka degan odam bo'lardi. Po'rdi, shep po'rdi. Biz endi yosh edik. O'sha inson bilan Ismlari nima dedingiz? Dilshod aka degan. Dilshod yomoni bo'lmaydi. Hammasi zo'r bo'ladi, boy bo'ladi, badavlat bo'ladi, duxu bo'ladi, orqaga qaytmaydi hammasi. Aha. O'sha inson bilan bir xalades qilmoqchi bo'ldik. Shu boshlanish shundan bo'ldi. Bir yoz oxiri avgust oylari edi. Dilshod akam rahmatli azaq bir xalades imkoniyati bo'ldi dedim. Bir qilaymi dedim. Qanday bo'larkin deb ossab qo'yaman. Ertaga kelguncha miltillab pishib qoladi dedim. Mayli dedi. Endi soldik. Kechqurun soat 11-12 da уже quplab, miltillatib qo'ydik. Rashodni olib ertaga soat 5 da kelamiz dedi. 5-6 soat qaynasa hech narsa qilmaydi deb. Miltillatib ketdik. Shu bilan keldik. Sho'rva bilan esimizdan chiqib ketdi. Xalades esdan chiqib ketdi. Shu bilan va tapir-tupir osh qilganmiz, boshqa narsa tayyorlab keyin olimdilar, bolam kecha xalades qilib beramanmi dedilar. Voy Dilshod aka dedim, esimdan ham chiqib ketdi. Tega olib ketgan bo'lsa kerak deb. Kirsak, yo'q, miltillab chiroyligina bo'lib turibdi. Shu bilan uni sovishini poylab o'tiramizmi dedi. Nima qilamiz? Ikkita pomidor olib kelgandilar, ikkita pomidor olib keldim. Anaqa paprika, shirindan, ziravorlar olib keldim, kashinchi. Pomidor qo'shsang qanday bo'larkan? Zo'r bo'lsa kerak dedilar. Mayli bo'lsa deb ikkita pomidor to'g'rab sovordilar. Go'sht chiqazdilar, to'g'radilar. Men tuyog'i olib ajratib, uni ham to'g'radik, soldik. Endi pomidor xom holatda tushgan unga. Shu bilan birpas qaynatib olinglar, pomidor sal mazasini bersin dedilar. Ozgina paprikani sovoring, rangi qip-qizil chiroyli chiqadi dedimda, sovordik. Shu bilan chiqib ketdilar. Men ovqatlardan bir xabar oldilar. Endi keldi, mana bu narsani qo'shib, mana bu narsani qo'shib, chiroyli bitta narsa bo'lsin deb ziravorlar solib shuni tayyorladik. Keyin shu bilan soat 11 bo'lib qoldi. Nima qilamiz? Endi yarim kosa boyagidan ichamiz. Nima bo'pti o'zi? So'tdinglar. Ha deb qo'ydik. Yo'q dedim. To'g'rab solganmiz, o'sha turibda miltillab yotdi dedi. Olib kelmasa xalades etganmiz dedilar. Shu bilan yarim kosa suzib, bo'xma kanallarni kesib yeb ko'rsak, ajoyib mazasi o'zgacha, juda zo'r chiqqan. O'sha har 2 kunda qiladigan Olimxon bolam sho'rvadan qilgan. Qaysi sho'rvadan san kachalka solib qilasanmi? Xaladesmi? Shunaqa o'sha qilindi. O'sha paytda bunga 2012-yil atrofi edi, 2013-yil. Bular soliqlar to'g'ri kelmay ketdilar. Mana men boshqa ishga o'tib ketdim. Bu ovqat unutilib ketdi. Unutilib ketdi-yu, keyin bitta ochganimizdan keyin bitta okaxonimiz keldilar. Men iftorlik qilmoqchi edim. Olimxon olmaka dedi. Mendan yoshlari katta odam. Olmaka iftorlik qilib bermoqchi edim, işte bir chiroyli qilib birinchiga nima qilib bera olasizlar? Noodatiy bo'lsa dedilar. Nima qilib beray ekan dedim. Yo'q, sizda noodatiy anaqa bir chiroyli bir-biridan go'zal ovqatlaringiz bor, o'shandan odamlar bir maza qilsin dedilar. Ikkinchisiga nima qilamiz? Ikkinchisiga har doimdek oshingizni qilasiz. Mayli dedim. Bo'lmasam bir
akamiz bilan bir o'sha paytda ancha bo'lib qoldim. O'sha sho'rvamiz bo'lardi, kachak sho'rva. Uni ko'pchilik bilmaydi. O'zimiz oramizda qilib ichib yurardik. O'shani bir qilib beraydik. Mayli deb 100 litrlik kastrolkaga tuyoqlarni solib, kachalkani solib, chiroyli qilib og'izgachaga to'g'irlab qo'ydik. Mehmonlar kelishdi, tapratib bir suzdik. Unga отдельно suxari qilib, juda mazasi o'zgacha bo'ladi. Qilib berdik. Xalq xursand chiqib, kim qilgan deb. Mana shu inson voy zo'r. Mana shu zo'r narsa ekan. Necha puldan sotasizlar? Qay payt pishadi bu ovqat? Bu sotuvga qilinmagan narsa. Keyin o'sha akamiz endi Olimjon bu sho'rvani qo'ymasangiz bo'lmaydi. Bu odamlar ichib ko'rdi, mazasini ko'rdi. Buni qilmasangiz bo'lmaydi. Mayli bo'lmasam deb yo'lga qo'ydik. Pat salqin tushganda qilinadigan ovqatlardan biri bo'ldi. Chunki kun issiqda uni shirasi kuchli bo'lgach odam tez me'dasiga tegadi. Ketmaydi yozda. Yozda unchalik ketmaydi. O'shani lekin yozgan bir yo'lini topib qo'ysa bo'ladi, yo'llari bor. Endi qilib bunga hali qo'limiz yetib borgani yo'q. Uni ham endi keyingi haftalardan xudo xolasa o'sha yo'lga qo'yib yuboramiz deb niyat qilib turibmiz ham xudo xolasa. Keyingi haftada qo'yiladi yo'lga. Xudo xolasa. Kelaverasizlar, Olimxon akamning oshlaridan yeb ko'rasizlar. Mazza qilib ketasizlar. Olimxon aka osh haqida gaplashaverib, ishtahalar ham ochilib, aka bir osh shunaqa narsada bir tema bo'lganda yegilaring kelib nimadirlar bo'lib, aka siz mana Olimxon bo'lganingizgacha bo'lgan davr borda, o'zdan-o'z bo'lib qolmagansiz. Shu vaqtlar haqida bir shu nimalar bo'lgan, qanday bo'lgan bir aytib bersangiz aka, chiroyli. Chunki hozirgi kunda ko'p yoshlar borda shu qanaqadir biznes boshlagan, ishi yurmasa diqqat bo'lib qoladi-da, ishim yurmayapti, sizda ham qanaqa bo'ladi? Sabr kerak bo'ladi. Har bir narsaga yurmayapti deb siqiraversa ham bo'lmaydi. Bu olimdan Olimxonga yetib kelguncha ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Tan olaman. Juda ko'p. O'zingiz joyiz bo'lmagandan keyin arendaga yurasiz yoki birovning qo'lida ishlaysiz. Juda qiyin. Endi shogirdlarimga aytarim, xudo xolasa o'zim quraman, xudo xolasa. Onam rahmatli o'tib ketdilar. Bolam yetar endi shuncha hammani anaqasini qilib yurgan, hojatini chiqarib yurgan. Qachon o'zingga qilasan sen? Ona yer olsam qurilishimga pulim yo'q. Qurilish qiladigan bo'lsa yerim yo'q derdim. Mana biz otangdan men hayot buzildi-ki, bizning davrimizda qilib olgan derdilar, rahmatli onam. Ona o'zimni kuchimni bersam mazaliroq bo'ladi. Hozir siz menga yer olib bersangiz, men qurib o'xshamasa kerak. Danga sovib qolsam kerak derdim. Onam ko'rmasdan o'tib ketdi. Endi bu darajaga chiqqanim ko'rmasdan o'tib ketdi. Alloh joylarini jannatga qilsin. Amin. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Bu dunyoda qilgan yaxshi amallari u yoqda o'zlariga soyabon bo'lsin. Lekin onamning gapi haligacha esimda turadi. Bu darajaga kelish, qanday tushuntirsamki, menda boshimdan shunaqa narsalar o'tganki, ishlab turgan joyimda kelishardi endi. Men oddiy bitta misoldan boshlashim mumkin. Sergelida 5 qozonda 5 xil osh degan osh markazi ochganman arendaga. Allohim shunchalik rivojlantirib yubordiki, odam sig'dira olmasdik. 11 da osh ochish ishi yopib turardi. Odamlar osh turardi. Soat 11 bo'lmasdan kelib olishardi. 5 xil osh qilinardi 5 qozonda. Shu 50 kilolik 3 ta 50 kilolik qozon, 2 ta 30 kilolik qozonda o'zim anaqa ijodlarimdan bo'lgan oshdan arzon qilib qo'ygandim. Odamlar kelib mazza qilib berdi. Egasini ko'zi o'ynab joy bo'yladiki, endi olib qo'ysam yurib ketadi deb o'yladi. Yurmadi. Keyin xor bo'lib o'sha joy musorkaga aylanib ketdi. Endi men Allohga nola qilmaganman. Yurmasin demaganman endi. Ba'zi norozi bo'lsa ham yomon ekan. Odamni rozi qilish kerak ekan.
Men qarg'ab unaqa odatim ham yo'q edi. Mayli endi Alloh bergan edi. Shu yerda nasibam shu paytgacha bo'lgan ekan, chiqib ketganman. Bir joyda bir milliy taom qilib, birovni qo'lida endi xasib, kalla pochchalar qilib, norillar anaqalar qilib yurib turgan joyda yana bitta odam kelganda, "Mani joyim bor, o'sha 5 qozoningni shotga qursak." Okey, nima qilasiz? U atrofda milliy taom yo'q. Men milliy taom endi ko'tarilayotgan paytda e'lolasizmi-da, deyman. Zakoni qilib beraman. Ben xasib bana kalla pochchalarni yeb kelib, "Yo'q, sho'ylarimiz yo'q, kelib turib obedlanmasdi." 1-2 oydan beri. Shu yurg'izib bersang, odam sig'maydigan darajaga olib kelish mumkin deganman endi. Mana men yosh bo'lganman. Katta anaqa qilib o'zimcha. U ham endi o'ylagan. Shu yurg'izib bersang, Epicga yangi chiqqan payti o'sha paytda 2007-yillar ekanda, 8-yillar. Epicga mashina 2008-2009-yilda ekan. Adashmasam Epic olib beraman degan. Shu yurg'izsanmiz, ha degan. Bo'pti deb Alloh qudrati bilan boshladik. Ishonasizmi? Cherezdin 350 kilolik, 400 kilolik buqadan cherezdin ikkita so'yiladigan darajaga chiqdi. 10 ta, 15 ta atrofda qo'y so'yiladigan o'sha joy. Odam sig'dira olmasdi, zo'r bo'lardi. Jo'nak ko'p ovqat emasdi, 10 xil, 12 xil ovqat qilardik. O'shani o'zi ham zo'r edi. Oradan vaqt o'tdi. Okey, mana cherezdin ikkita buqa so'yilyapti. Kuniga 10 ta, 15 ta qo'y olamiz. Allohga shukr. Endi bu sohaning ichida yurganingizdan keyin nimadan nima chiqishini bilasiz. Vaqatir san tendaymiz. Masalan, qachon bunaqa deganman deganda. Bu ham o'ylagan, bu ketsa bari. Epicga qimmat bo'lganda endi katta ko'rinib ketgan. Endi 30 ming atroflari edi. 30-35. Narxini bilmadim endi. Ja unaqa u paytda mashinaga unaqa ishqibozlik joyim ham yo'q edi. Alloh peshonamga bersa, mana o'zim bir emas 2-3 ta mashina bor, Allohga shukr. Alloh oypidan berdi. Kimdir sovg'a qildi yaxshi mehnatlarimga. Bo'ldi bunaqa narsalar. Shuni aytaman deb, Alloh o'zi suygan bandasiga bersa kerak deb o'ylayman. Endi suyishgan bir o'shanga loyiq ishlar qilish kerak ekan. Halol mehnat qilib, pokizalik bilan yondashib, chiroyli ishlar qilish kerak ekan baribir. Ya bo'lmayapti deb tashlab ketganimdan men ish bo'lmas ekan. Shunaqa jarayonlardan, shunaqa vaqtlardan o'tganmanki, shu yoshga kirib o'sha men afsuslanmoqman. Nega shu narsani 5 yil oldin o'zimga qurmadim, qarzga botib bo'lsa ham deb. Yosh o'tdi. Eng achinarli tarafi, menimcha 10 yildan keyin yaxshi oshpazdan qolmasa kerak. Chunki sabab 4-5 yildan beri shogirdlar keladi. Okey, shogird tushaman deydi. Bo'ldi. Kapkir ushlaganmisan? Yo'q deydi. Pichoq ushlaganmisan? Salpal bilan. Bo'ldi. Lekin qara qiyinchiligi bor. Kechalari uxlamaymiz. Ya bo'ldi. Men sizga o'xshab zo'r mashina minsan, sizga o'xshagan bo'lsam, mayli. Sen yaxshi niyat bilan kelsan, Xudoga shukr, mayli. Olaman shogirdlik, telefon o'ynab o'tiradi, internetda o'tiradi, uxlab qoladi. 1 oy, 2 oy yuradi. Endi yurib tursinchi, balkim eplab ketar, deyman. 1 oy, 2 oy yuradi, keyin 2-3 marta nahorga oshlarga olib kelgandan keyin tinkasi qurib qoladimi? Okey, menga bu ish to'g'ri kelmas ekan deydi. Hozir yoshda pat telefondan ovora bo'lib qoldi. Biz qiyinchilik qildik, uxlamaganmiz. Kerak bo'lsa ustga, to'rtga uxlamasdik. Mana shu osh. Meni kelajagim shu deb, maqsadim mana ham shu edi. Men boshqa ishni ko'z oldimga keltirmaganman ham. Men oldimda bitta maqsad bor, shu odamlarga osh qilsam, odamlar mazza qilsa, shunga ish qozidim. Mana shu to'yxonalarda ham osh qilib qilsam, 20-30 soat kim ekan oshpaz deb kirib kelib, "Oka mazza qildi" deb qo'lim ushlab ana qilib ketsa,
O'shanga men xursand bo'lardim, mazza. Hamma charchog'i unutib olasiz. O'sha tepangizga kelib turib, "Aka, oshingizni yedim, mazza ekan. Telefoningiz bormi, u bu" deb so'rashadi. "Aka, baraka toping, qo'lingiz dard ko'rmasin" deb so'rashadi. Dana duo qilib ketishadi. "Mazza qilib yedik, zo'r chiqibdi osh" deb. Endi o'zim maqtavordim shekilli. Endi bor narsa o'shandan odam ruhlanib, hali charchab, kechasi uxlamagansiz. Charchab ana charchoqlar ham unutib ketadi. Shunaqa mazza qiladi, chiqib ketadi hamma. Insonga kuch kelayotgan. Shu narsani orqasidan kuch kelayotgan. Shu mashina bosqichlardan o'tib, Allohga shukr, mana o'zim oxirgi niyatimga erishdim. O'zimizning osh markaz birov kelib yo'qmidi. To'g'ri. Xohlasam mazza qilib ishlayman, ana u Xohlasam osh tekin qilaman, xohlasam pulli. Xohlagan odamga beraveraman. mazza qilib ishlaydi xullas. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, juda ko'p arendaga beradigan odamlar bor-da, mana shu nomardlik qilib qo'yadi. Arendang nimagadir, kimgadir arendaga berdingmi, kelgan odamning orqasidan minglab klient keldimi, u o'sha arendaga ishlatayotgan odamniki, u binoni egasiniki emas. Nohaqlik qilib qo'ymanglar. Birontasiga bitta summaga berdilaringmi, bo'ldi, o'sha qolish kerak bo'ldi. Odam ko'payib ketsa oshirib, yo nimadir uni narxini oshirsalar, u ketib qolsa, o'zlaring ishlata olmaysizlar. Chunki barakani unga berganda Alloh. Olimxon aka, uyqusiz kechalar, mehnat, sabr, mana shu kunlarga keldingiz. Aka, hozir endi siz ancha yoshingiz kattaroqda bizga nisbatan. Hozir ko'p joyda ko'rsangiz, boya ham tashqarida gaplashdik, ota bolalar o'rtasida ancha-muncha xafa bo'ladigan ishlarni ko'rib turibmiz-da, qo'ni-qo'shnilarda, internetlarda. Esingizda bo'lsa, sizni yoshligingizda qanaqa bo'lgan? Shu haqida ham aytib bersangiz, otalar ota edi-da o'sha payt. Hozirgi ko'p otalar ota emas, o'g'illar o'g'il emas-da, qandaydir bir nimadir. Adam qattiq qo'l bo'lganlar deya olmayman. To'g'ri, qattiq qo'l bo'lganlar yo'q, lekin bizning davrimizda bizga nima desam ekan, vaqt kelsa so'kkanlar ham, vaqt kelsa urganlar ham. Biz otadan ranjimaganmiz, haligacha soyalarga salom beraman. Ko'raman mana ko'p yoshlar otasiga tik qaraydi, otasiga qo'l ko'targan yoshlar ham bor. Alloh saqlasin, bizning musulmon davlatimiz bilan O'zbekiston bu yer yuzida teng keladigan narsa yo'q biz vatanimizga. Bizni urf-odatlarimizga hech qaysi anaqa qancha davlatlarda bo'lganman. Palon joylarda bo'ldim deb anaqa qilsam ham bo'lmaydi-yu. Ko'p joylarda bo'lganman. Ularni yurish-turishini ko'rsangiz, ular sabzavot, endi oshpaz bo'lgan sabzavotlarga, mevani qilib ko'p ahamiyat berardim. Qanaqa tayyorlasam o'zimizning oshimizga o'xshab chiqarkan. Ularning anaqasi bizning O'zbekistonga teng keladigan yeri o'zi yo'q. Men shuni aytdim-da, shu narsaga. Bizning yoshlarimiz hozir Yevropaga osilib ketyapti. Internetda kirib olib, telefonda o'tirib qo'yib bersa, mehnat yo'q. Mana shu mehnat halol, ota-onamga bitta yopgandan olib borib, mehnat qilib topib deydigan yoshlar kamayib ketyapti. Hozirgi paytda hammasi internetda. Bolam deb otasi yoki onasi bolam deb mana bu narsani qilib qo'ygansa, "Va nima qilishim kerak?" Men ko'rdim shu narsani. Ko'rib ham kelyapman. Shunaqa narsalarni ko'rib kelyapman. Ahamiyat berasiz, baribir ko'zingiz tushadi, baribir eshitasiz. Musorni ham tashlab bor bolam, men musor tashlab kelgansa ham me'mor chiqishim kerak degan ota-onasiga mashinaga. Bizni yoshligimizda otaga tik boqmaganmiz. Shunaqa aka. Haligacha men soyalarga yana aytaman, qaytarib, haligacha adam soyalarga salom beraman kerak bo'lsa. Hashga har kuni ertalab 7 da keladilar adam. Duo qilib ketadilar. Kasbkoringga baraka bersin deb, ishlaring rivojini bersin. Shu 7 da yog' qizdirib, go'sht solamiz turgan paytimiz ertalab.
kelib erinmasdan har kuni keladilar. Bitta duo qilib ketish uchun. Eli nazaridan qolmaylar deb. Shogirdlarim ham xursand bo'ladi. Olimxon oshlarini siri shunday ekan, demak. Osh zo'rligi, mazza qilganda, duoda gap ko'p-da. Ota duo qilib turgandan keyin mana shunaqa qilib turib, o'zi har qanaqangi to'siqlar ochilib ketadi-da. O'shani sir shunday ekan, boyaginday arendada yog'da ishlagansiz o'xshamagan, bu yoqda ishlagansiz o'xshamagan, ota chin dildan duo qilgan ekan. Aka umrlari uzoq bo'lsin, hoji bobom yuzga kirsinlar, kasal bo'lmasinlar. Mana shu yerda qurayotganimizda qurilish adamashni oldim. Bo'ldi, bolam qattiq ekan. Mana shunaqa joyi. Bo'ldi, dedilar, qani yurmang ko'rsatgin dedilar. Keldik, unda ko'rib, bitta avtobus to'xtaydigan joy ham yo'q, odam ham yo'q bu yerda. Dedilar. Ada Allohdan rizq nasibi. Siz bu duo qiling, bo'ldi. Odamlarning o'zi keladi. Dekabr boshlamadi, noyabr oxirlarida qurilish bismillohni boshladi. Kuniga 50 ta, 40 ta odam ham ishlaydi, tezroq bitiraylik deb. Chunki o'tdan qo'ng'iroq bo'lardi, bu yerdan qayerdan ochyapsiz, nima qilyapsiz, ustalar hayron bo'lardi. Aka oshpazmisiz, ha? Oshpazman. Aka telefonda aloqa odamlar kelyapti, nima yordam kerak deb. Bizdan nima yordam? Mana shu juda ko'p odam mehnati sindi-da. Bitta men juda ko'p odam menga yordam tegdi. Juda ko'p, 20 dan oshiq odam qo'ldan kelgan yordamini qilib ketdi. Mana shu qurilish qish kuni sovuq. Mana shu 2-3 ta shogirdim ham beton qorib, ayol shogirdim ham bor edi. Hozir turmushga chiqib, endi oila anaqa bo'lib, eri uyda o'tirgan degan uchun o'tiribdi. O'sha ayol ham kelib beton tashidi, armatura tashib, yiqilib, qoqilib, oyog'ini chiqazib, ha kulishib, juda qiyinchilik bilan qurdi-yu, endi Allohga shukr. Shunchalik insonlarning yordami bo'lib, yaxshi kunlar oldinda bo'lib, niyatlar qilib ochib oldik mana. Lekin ochib ham mana deb yurib ketmas ekan. Ha, yangi ochilgan joy baribir. Tem bo'lib betdan endi betonkaning yuzi odam o'tmaydigan joy. Mijozlar faqat mashinada keladi. Chunki bu yaqin atrofda boshqa avtobus ham to'xtaydigan joy yo'q-da. Bittasi 500 metr naryoqda, bittasi 800 metr naryoqda astrofga. O'rtaga joylashib qolganmiz. Allohga shukr, qiyinchilik bo'ldi. Boshida ochishga ochib olib. Ishonasizmi, shunaqa kunlar o'tkazdimki, 8 kilo oshdan berdik. 7-8 ta odam ishlaydi. Oylik berish kerak. Osh puli oylik ketmasdi. Qiyinchilik bo'lgan, oshim qolib ketardi. Aka odamlarni yig'ib olguncha, eski klientlar kelib anaqa qilguncha ma'lum bir vaqt o'tdi-da. O'tirardim boshim qashib, oyligim endi bular ishlayapti, ro'zg'ori bola chaqasini boqish kerak. Sabr qiling, bir oydan keyin olasan, ish yurishgandan keyin bo'lmaydi. Tushgan pul 8 kilo osh, nima qiladi? 8 ta odam ishlasa. Qiyinchilik bo'lib, rosa xunobim bo'lib, men shuncha joylarni yurg'izgan, shuncha joylarga odamlarga qilib berib, milliy taomlarni ochib yurg'izib berdim, osh markazida ochib yurg'izib berdim. Nega o'zimga kelganda shunaqa? Endi Alloh sinovida bu ham derdim. Chunki odam o'tadigan joy emasdi, mashinalar kelib yeb ketadigan joy. Kechqurunga borib turib, ishdan oyligimni berib yuborgandan keyin ertasi kun bozorga pul yo'q, o'tirardim, men nima qilsamkin, nimamni sotsamkin, nima qilib bozor qilsamkin deb. Shunaqa kunlar ham o'tdi. Lekin bitta narsani so'rayapman Allohdan, sabr bergan Allohim. Bu darajaga kelishni o'zi bo'lmagandi. Bu qiyinchilik qilib
Adam har kuni ertalab kelib duo qilib ketardilar. Ha, baraka toping aka, xayrli bo'lsin. Xudo xolasa shunaqa kunlar keladi hali. Odam kelmasin deb turasizda, chunki joy bo'lmay, osh qolmay qolsa ham yomonda. Matga kelsang, bir 30 ta odam turib olsa, osh yoqda 10 kishilik osh qolgan. Bu ham mana bu ana shunaqa kunlarda Xudo xolasa ko'rasiz aka. O'zbekistondagi emas, Markaziy Osiyodagi nomer 1 osh Olimxon akamning oshi bo'ladigan kunni ko'ramiz hali mana shu podpischilarimiz bilan birgalikda. Olimxon aka, mana og'ir kunlardan o'tib oldingiz. Boya aytganingizdek, mana arendada ham yurgansiz, boshqa endi qiyin kunlar o'tdi-da, yorug' kunlar keldi Xudo xolasa. Endi bu yoqda maqsadlar, rejalar haqida bir gaplashsak aka. Maqsad bizda bitta maqsad. Xalqqa xizmat qilish. Shu xalqqa nazardan qolmasdan xalq xizmatiga tayyor bo'lib yurish. Alloh kuch bersa, sog'lik bersa, kelajakda shu elimiz yaxshi kunlarda to'y tomoshalarda shu oshimizni qilib yursak. To'y bo'lsin, biz osh qilaveraylik. To'y bo'lsin, biz osh qilib yuraveraylik. Endi har bitta o'zbek yaxshi niyat qiladi-yu baribir. Bizni bitta oshpazlarda shunaqa niyatlar bo'ladiki, qancha to'y ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi deyshadi. Bizni maqsadimiz shu elga xizmat qilib, duosini olib yursak, shu bilan qora qozon ham qaynaydi, do'sti birodar ham qursan. Kelajakda maqsad qanaqa maqsad bo'lishi mumkin? Yana yangi ish o'rinlar yaratish, o'zimiz sohamizda shu qancha ko'p odam ish bilan ta'minlansa bizga ham yaxshi. Maqsad shu, elga xizmat qilish. Shu Olimxon aka, o'zingizga yoqqan shogird bormi? Zo'ri, to'g'ri, ko'pdir, lekin iminnoy bo'ladi, bitta mana shu yuragida o'ti bori. Bilasizmi? Juda qiyin savol berdingiz. Menga hammasi bir xil bo'ladi. Bilaman, bittasi o'jar, bittasi qaysar, bittasi sal odam ko'payib ketib qolsa, kibrlanib ketib qoladi. Vaqtida tanbaqini berib qo'yaman. Lekin bir-biridan ustun qo'ymadim men bularni. Hammasi bir xil. Bir xil. Men ko'proq urushaman, yaxshi gapiraman. Urushishim sababi kibrlanib ketmasin, pulga havas bermasin. Halol mehnat orqasida pul o'zi keladi. Mehnat orqasida pul o'zi keladi. Halol mehnat bilan erishsa, bu mazaliroq bo'ladi. Oilada shu farzandni ham halol luqma yeb, boshqacha bo'ladi bu. Shuning uchun ko'p urishaman shogirdlarimni haromga aralashmalaring, begona ayolga bormalaring, ichkili, sigaret. O'zim chekib turaman ham. Bittasi chekmaydi. Men shu paytgacha hali ko'rganim yo'q chekkanini. Endi boshida sigaret cheksang yoki ichsang tishingni sindiraman deb anaqa qilganim yo'q. Menimcha meni oldimda chekmasa kerak. Yoki hidini ham sezmayman, bilaman. O'shaning uchun bittasi zo'r, deyman. Hammasini o'ziga yarasha xarakteri bor. Bittasi kelib ertalabdan baqirtirish yaxshi ko'radi meni. Bilmayman, baza qiladi. Shunaqa shogirdlarim ham bordi. Baqirtirish yaxshi ko'radi. Olimxon aka, yana bitta savol bizni, chunki juda ko'p haligi ikki xil odam kuzatadi-da. Bir xil odamlar bor, kuzatuvchilarning ichida yaxshigina puli bor, nima qilishni bilmaydi. Haqqa ishlatishni bilmaydi. Shunaqangi kuzatuvchilarimiz ham bor, juda kallali, aqlli, zo'r kallasizlikda puli yo'q. Shularga nima maslahat berasiz? Ikki xil odam mana. Ikki xil odam. Ikkalasiga ham sabr bersin. Sabr deydi, juda ko'p gap bor. Kimdir puli bor, bilaman. Biz ham boshimizdan o'tgan, pulim bo'lganda, unim bo'lmagan, unim bo'lganda, bunim bo'lmagandimi? Sabr bilan oldiga bitta maqsad qo'yib, shunga qarab intilsa Allohim beradi.
Juda ko'p gaplar eshitaman. Bizga qo'shilib odam bo'lib qoldi. Biz bilan yurib zo'r bo'lib ketib qoldi. Yo'q. Buni orqasida mehnat. O'zidan o'zi hech narsa. Misol, mana siz zo'r televizorchisiz-da, men siz oldingizda yursam, meni kasbim bari boshqa. Men siz oldingizda yursam, men zo'r bo'lib ketmayman. To'g'ri, hammaning o'zining yo'nalishi bor. Hamma o'zini yo'nalishi mehnat qiladi, mehnat orqasidan. Kimnidir orqasidan zo'r bo'lib ketgan odamni men ko'rmaganman. U mehnat qilmagan odam zo'r bo'lib ketishi mumkin. Chunki qanday aytsam ekan? Bitta qizni endi oddiy misol olishimiz mumkin. Ko'chada bitta qizni ko'rib chiroyli, otasi kim ekan, boyvachcha korporatsiya yoki firmaning xo'jayini. Hozirgi juda ko'payib ketgan bu narsa. Men shunga uylanmasam, qaynatam menga uy joy qilib beradi, mashina olib beradi deb o'ylaydi. Bu befarosatlik, bu o'zini kelajagini noto'g'ri qadam qo'yish deb hisoblayman. Mehnat qilib ishla, top, yaxshi niyat qil. Nima qilasan, biron mol dunyosiga, biron topganiga osilib. Endi men bilmayman u qanaqa toifaga kiradi. Lekin men bilganimni aytyapman. Chunki eshitganman ham, ko'rganman ham, orqamdan gapirganini ham eshitganman. Mana sababchi bo'ldi yoki bizga qo'shilib mana bo'lib ketdi. Men eshitganman shunday narsani. To'g'ri. Ko'p. Bu bilmaydiki, men kechalar uxlamasdan osh qilganlarimni, bitta oshdan chiqib ikkinchi oshga borganlarimni bilmaydi ular. To'g'ri, faqat natijangni ko'rib. Cho'nchagimdagi pulni ko'rib turib, yo'q, odamni cho'nchagidagi pulga emas, men bitga ham qarash kerak. Men bitga ham ahamiyat berish kerak. To'g'ri, men bosib, indamay deb yurganman, bu ishonasizmi? Uyquga zor bo'laman. Men uyga borguncha 10-11 bo'ladi. Erta xohlasam, xohlamasa soat 3 da turishim kerak. Bu men kasbim. Men bundan boshqa narsani o'zimga tasavvur qila olmayman-da. Misol, men Allohdan so'rayman, yurib turing, qimillaydi. Agar yotib qolsam, men yoki misolda, yoki yura olmay qolsa osh tik oyoqda qilinadigan, o'tirib qiladigan ish emas bu. Men boshqa ishni o'zimga tasavvur qila olmayman. Kelajagim nima bo'lishini ham bilmay qolaman. O'shaning uchun Allohdan sog'lik so'rayman. Farzandlarimga iymon so'rayman. Yor birodarlarimga insof so'rayman. Hozir shunaqa payt bo'lib qoldi. Shunaqa. Farzandlarimni iymoni mustahkam bo'lsin, yor birodarimni iymonli, insofli bo'lsin deyman. Hozir juda birovni puliga, birovni anaqasiga ola qarash qiladiganlar ko'payib ketdi. Nomardlar. Bu narsalarni gapirish hojat yo'q, lekin shunga majbur bo'lib qoldi odam. Mehnat qil, erishasan. Allohning aytgani, nimaga qilsang mukofotingni yarataman degan. Hammasi o'zimizda, u обязательно kimgadir osilib yoki kimgadir ana qilish kerak emas. Bitta maqsad. Shu ish qilishim kerak, shuning orqasidan uylanaman, shu orqasidan men ota-onamni boqaman, shuning orqasidan men yori birodarlarimni oldi, yuzim yorug' bo'lib yuradi. Mana shu ish shunaqa darajaga olib chiqayki, odamlar havas qilsin deydi. Deb o'ziga maqsad qo'yib shu yo'nalishda yurish kerak. O'xshamadi. Bu o'xshamasa ertaga o'xshaydi. Sabr kerak. Har bitta ish orqasida mehnat bordi. Misol, mana shu choynak piylarni ham o'zidan o'zi tutsa bo'lib qolmaydi. Buni orqasida qancha kulol buni yashikdan pishiruvchisi bor buni. To'g'ri aytasiz. Keyin buni bo'yoqchisi bor. Bu o'zidan o'zi choynak bo'lib qolmaydi-ku bu. Qanchadan qancha mehnat yotib. Kimdir uni ko'ylab turpog'ini olib kelib kulolga beradi. Bu shunaqa-da hayot. Bitta joyda o'xshamadi deb pulni tikkan, boshqa narsa qilgan, o'xshamadi tashiydi. Yo'q, sabr. Allohdan sabr so'rab, halolan o'sha kasbga yondashib ishlash kerak bo'ladi. Men tushunishim. Shu Endi shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bizni ko'rsatuvlarimizni, kommentariyalarni o'qib qolaman-da.
faqat boylar chaqirasiz degan kommentlarni o'qib qolyapmanda. O'rtoqlar, bizda pul birinchi o'rinda emas. Birinchi o'rin mahalla kuyda ota-onaning duosini olgan bolalar bo'lsa farqi yo'q. Men siz bilan ham qilishim mumkin intervyu. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Ikkinchi o'rinda kasbingizni egasi bo'ling. Farqi yo'q, taksistmisiz, aravakashmisiz, zo'r mutaxassis bo'ling, intervyu qilamiz. Hamma narsa pulga bog'liq emas bu hayotda. Pulsiz yechiladigan juda ko'p narsalar bor. To'g'rimi Olimxon aka? Kommentariyada yozib qo'yadi-da, aka boylar bilan olasiz, faqat ular bilan olasiz. Mana Olimxon akam. Ishini ustasi, nomer 1 oshpaz. Bir kelganda yeb ko'rasizlar, o'zlaring baho berib ketasizlar. Olimxon aka bir iborami, maqolmi nimadir yuradida xalqimizning orasida eshitgan bo'lsangiz. O'ldirsa ham osh o'ldirsin deydi-da, shu narsaga tushunmayman endi siz mana osh bo'yicha qirolsiz nima? Yo'q, menja qirol emasman. Aha. O'ldirsa ham osh o'ldirsin deydi. Taqsir. Yaxshi kuningizda ham oshingiz, ma'rakangizda ham oshingiz. To'yingizda ham oshiysiz, janozada ham oshiysiz. Janozada ham oshiysiz. Shunga etilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ha. To'g'ri, shunday ekan. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. To'yda ham uyingizda yig'in qilsangiz ham 4 ta odam chaqirsangiz ham barib osh qilasiz. O'zbek odati shu. Bitta savol Olimxon aka, oshni bildik, choyni bildik, yana qo'shimcha nima bizneslaringiz bor aka? Boshqa biznes gapirsa ma'qul emas kerak. Nimaga qiziqda aka, bu qanday? Mana ko'rib turibdi yoshlar. Bitta osh bilan cheklanib qolmagansizda. Yana 3-4 ta oshxonalarim bor. Oshxona biznesi, boshqa undan chetga o'tgan nimadir ishlab chiqarishlar yo'q boshqa. Endi xudo xolasa yo'lga qo'yapmiz. Bu hozircha sir. Kelajakda xudo xolasa ishlab chiqarish yo'lga qo'yapmiz. Inshaalloh o'sha kunlarga yetib yo'lga qo'yib olsak, xalq o'zi biladi. Bizni bar lokotivimiz, emblemamiz bor. O'shani anaqasida chiqadi. Choyimizga o'xshab. Xudo xolasa yaxshi kunlarimiz oldinda. Endi maqsad yaxshi insonlar bilan ishlashman. Keyin qo'l ostimda ishchida shogirdlarim xursand bo'lsin deb qo'limdan kelgan ishni qilaman shularga. Men qancha ko'p yaxshi insonlar bilan yoki qanday etsam bo'ladi. Ham kasbdoshlarim deyman, men bilan ishchilarim demaganman. Birga ishlaymiz. Xo'jayinman deb xonamga kirib o'tirish yoqtirmayman. Oddiy misol shunaqa narsalar bo'lib qoladiki, osh qilayotgan joyda yoki osh suzayotgan joyda tampasi so'rab keladi, xo'jayin qani deb. Yoki shogirdlarim tishlayman olsa, men налоговыйman yoki boshqa odamman yoki suvdanman, gazdan ham keladi baribir. Manalar xo'jayinsi pashepor so'rayotganim yo'q. Xo'jayinni so'rayapman deydi. Shunaqa narsalar bo'lganda. To'g'ri. Mani ishchilarim deyman, hamkasbdoshlarim ham mana shu bitta aql jamoamiz. Bu yoqda ham boshqa oshxonalarimda ham men bir xilman bular bilan. Ishchilik. Men xo'jayinman demaganman. Ular xursand, o'sha mendan o'rganayotganiga, tarbiyalayotganiga yomon gapirib anaqa qilmayman. Xursand. Xullas bitta oila bo'lib ketgansizlar. Qarangda, Alloh qudratini qarang. U yoqda o'chganimda ham, bu yoqda o'chganimda ham, bu yoqda o'chganimda ham Nigoralar. Hammasini ismi Nigora, ish starship. Alloh irodasi. Men bo'lib qoldimmi yo'q. Men bu narsani atalab qilmaganman. Chenevkada ham joyimiz bor. O'tda ham Nigora yurg'izadi. Glavar. Bu yerda yana bitta oshxonamiz bor. Bu yerda ham Nigora yurg'izadi. Bitta Dilbar o'zi eng kattasi bularni Dilbar, lekin Nigora yurg'izadi. Bu yerda ham imkoniyat qilib hamma yoqda bir xil bo'lib qolgan. Значит, oshxona sohasida Nigoralar
ekanda sizda baribir, ko'p boshqa nigoralarga tashlab qo'yamiz. Mana shu joyini oshxona yurg'izish bo'yicha juda aqlli, yaxshi ayol qizlar ekan. Nigoralar aqlli, Allohga shukr. Bizlar hamma o'zbek qizlarimiz aqlli, boli. Yaxshi. Lekin odamlar so'raydi, Nigora, nima yo'qda, Nigora nima bitta. Shunaqa bo'lib qopti-da. Men bular tanlamagan, Alloh o'zi ro'para qilganmi? Mana Chinayaka degan Nigoramiz yetadi. Olmaka rahmat, boringizga shukr deydi. Siz orqali shu darajaga yetdim. Shuncha hunar, shu hunarni o'rganib, shu mazaq ishlab yuribman deydi. Bu yoqdagilar ham xuddi shu. Bir narsa sabab bo'larkan, baribir insonga shu. Shunaqa. Olimxonaga qolaman. Eng katta orzungiz nima bu hayotda? Eng katta orzum bor. Eng katta orzu o'ylamagan ekanman. Armoningizchi? Armon juda qiyin narsa bu. Onam bu darajaga yetganini ko'rmadi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin aka. Onam Qolgan umrlarini shu hoji bobomga qo'shib bersin aka. shu eng og'riqli nuqtam ham shu, armonim ham shu. Onam rahmatli. Qil bolam deb ko'rmadilar baribir. Shunaqa bo'lar ekanda ota-ona bolam deb mana shunday oxirida kun ko'rmay o'tib ketar ekan, lekin ko'p farzandlar haligi tirikligida qadriga yetmaydi. Qadriga yetmaymiz. Bir ret uchib ketib qolishini bilmaydi. Haligi qush qo'nib turadi-yu qayergadir. Qadriga yetmaymiz tirikligida qadriga yetmaymiz. Boya shu bolalar to'g'risida mavzu qildik-ku. Gapimiz burilib ketdi, lekin juda yoshlarimiz aynyapti shu internet bahona bo'lib, juda ko'pchilik bizni bo'lyapti ham. Ona otasiga tik qaraydigan bo'lyapti. Bizning yoshligimizda ota-xola, ona-xolani ko'rsak assalomu alaykum deydi. Hozir ustingizdan o'tib ketish ham tayyor. Shunaqa biz yoshligimizda men og'aynilarimni dadasidan qo'rqqanchalik hozirgi yoshlar dadasidan qo'rqmaydi. Chunki yoshligimda bilaman-da, og'aynimni dadasini ko'rib qolsam, qandaydir bir boshqacha bo'lardi-da. Hozir bolalar dadasidan qo'rqmaydi nimagadir. Buni sababi ham bilaman. Ko'p oilada ona erni hurmat qilmaydi. Ona erni hurmat qilmagandan keyin bola, значит, ota nol ekan bu hayotda deydi-da, onadan qo'rqib katta bo'ladi vaqtincha. Kuchga to'lgandan keyin na otani, na onani bir tenga olmaydi. O'zi ayol kishi sababchi bo'ladi. Dadang kelyapti. Dadang keldi. Hozir dadangga aytaman deb qo'rqitsa, unga yaxshi. Bu orqali bo'ysundirib oladi-da. Lekin ko'p ayollar mana shu tomonlama masal ertaga pushaymon yeysizlar, shunaqa kech bo'ladi, dod deysizlar. Bolani tayyor qurol otasi. Otasidan qo'rqitib qo'yinglar. Dadangga aytaman, dadang kelyapti, mana bildi, hozir ko'rasan desa, ertaga shunday qolibga solib olasizlar, dadang deb bir umr qo'rqitib yurasizlar. O'zimga qo'rqitib olaman deb o'ylayotgan onalar ehtiyot bo'linglar. Qo'rqitib qo'yadi sizlar. Tez kunda u bola til katta bo'ladi, o'zi biladi nima qilishni. To'g'rimi Olimxon aka? Mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Uzr, oxirida sal ko'nglingizga tegadigan savol berib qo'ydim. Onangizni men endi to'g'risi aka salgina yaraga tusyaptim, chunki onani yo'qotish bu hayotdagi o'zi eng og'ir yo'qotish bo'ladi. Bundan boshqa og'ir musibat bo'lmaydi-da. Hoji bobom kasal bo'lmasdan baxtingizga yuzga kirsinlar aka. Chiroyli qilib duo qilasiz aka. Mana shu joyda ko'rsatuvni yakunlaymiz. Ilohim amin. Kimki nima niyat qilamiz, niyatiga yetsin. Amin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Amin. Qarilarga iymon bersin. Amin. Allohim yoshlarga insof bersin. Amin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Amin. Arzonchilik bo'lsin. Amin. Hamma o'ylagan niyatiga yetsin. Amin. Ya Alloh. Rahmat, baraka toping Olimxon aka. Klientlaringiz ko'p bo'lsin, oshlaringiz har doim yetmay turaversin. Haligi qolib ketgandan ko'ra yetmay qolgani yaxshi-da. Yetmay qolgandan ertaga kelasan, bepul qilib beraman desangiz xursand bo'lib ketadi. Lekin qolib ketsa isrof bo'ladi. Do'stlar, mana Olimxon akamizning shogirdlaridan biri Azizbek
Azizbek qancha bo'lgan kelganingizga bu yoqqa shogird tushganingizga Olimxon akamga? Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum Dilshod assalom. aka. Meni ismim Azizbek, tanishganimdan xursandman. Men Olim akaning shogirdlari bo'laman. Men o'zi o'qishda bo'lgan sababli yozgi ta'tilda o'qishdan tashqari yana bitta hunar o'rganish niyatida Olim akani oshxonalariga kelganman. Yozni boshidan beri shu kasbni nima qilib, shogirdlik qilishni boshlaganman. 5-6 oy bo'lib qopti-da. Shunaqa bo'ldi. Hozir qila olasizmi oshni o'zingiz? Mustaqil uyda hozir qila olaman, lekin hali o'rganishga bor. Olim akadek osh qilishga hali ancha bor. Ular chunki mas'uliyati katta. Shunga yarasha o'qish kerak yana ancha. Shu o'rinda bittasan eslatib o'tmoqchiman. Ustoz otangdek ulug' degan bir maqol bor-da. Otadek hurmat qilsa odam, yaxshilab chin dildan hurmat qilsa ustozdan yuqori ekan. Atak ko'ngilday nomiga yag'bay qilsa yuqmas ekanda. O'shanga sizga maslahatim, dadangizga qanday xizmat qilsangiz teng urvinda bo'lish kerak. O'shanda baraka topasiz. Bir kun keladi, Olimxon akamdan o'tasiz. Shunday hayot shunaqada, chunki ustozga addushli xizmat qilish kerak. Yaxshi kunlarda Xudo xolasa, necha kilo osh damladingiz? Eng ko'p damlaganingiz o'zingiz mustaqil damladingiz? O'zim mustaqilman, men faqat uyda damlayman. Hali oshxonada mustaqil nima qilib damlab ko'rmaganman. O'shaning uchun uyda oilaviy sharoitda bir kosa yoki 200 gram, 300 gram qilib o'zimizga yetadigan darajada damlayman. Endi ko'p ham damlayman chunki o'qishdan kech kelaman, shunaqa muammolar bo'lib qolishi mumkin. Endi xohishga qarab, uydagilar xohishiga qarab, o'zimga agar o'zim damlagim kelsa, shaxsiy o'zim uchun, oilam uchun emas, faqat o'zim uchun damlashim mumkin. Endi vaziyatga qarabda ko'pincha. Ha, baraka toping. Xullas sizga omad Azizbek, nima orzu havaslaringiz bo'lsa, hammasiga chiroyli qilib yetib boring. Bir kun kelib sizni ham Azizbek oshlarida ko'raylik. Uka, salomat bo'ling, tinch bo'ling. Do'stlar, navbatdagi Olimxon akamning shogirdlari ham farzandi Asadbek bo'ladi. Asadbek, xush kelibsiz. Ota bola ustoz shogird bo'lishi qanday bo'ladi? Uyda ota bolasizlar, aniq. Ishxonada qanaqa bo'ladi? Shu haqida ozgina gapirib bering. Ishxonada oddiy shogirdman. Hamma qatori o'rganaman mana hunarni. Bolasi shu kasbni egallash maqsad. Baraka toping. Qanchadan beri shogirdlik qilasiz endi? Chin boshlaganingizda nima ishga kelib? Bolasi 1 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi. Значит, уже oshpaz ekansizda, siz уже shogirdlikdan o'tibsiz. Chunki 1 yilda boya Olimxon akam bilan gaplashganda ular aytdilar, 1 yilda boy odam cho'qqiga chiqib o'rgansa bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman do'stlar, osh qilishga qiziqadigan yoshlar bo'lsa, Olimxon akamning Instagram sahifalari bor. Olimxon oshlariga yozsalaring, bular javob beradi. Vaqt sharoitga qarab, ish o'rniga qarab, cho'tka qilib o'rgatib o'radi. Asadbek, eng ko'pida necha kilo osh qildingiz shu kungacha? Eng ko'pida 2 kilo qildim. Aha. Kattaroq osh qilib ko'rmadingizmi bir 20 kilo? Yo'q, hali unga o'tganim yo'q. Endi Xudo xolasa nasib qilsa o'taman. 2 kilo osh qilgan odam 20 kilo osh qilsa bir xil-ku, nimasida farqi bo'ladi? Farqi shu, siz yugulik haydab turganingizda birdaniga furaga o'tsangiz, qanaqa farqi bo'lsa shunaqa. To'g'ri. Tajriba kerak bo'ladi baribir, ha? Hayajon ham bo'ladi-da baribir, chunki 2 kilo oshni 10 kishi yesa, 20 kiloni 200 kishi yeydi-da. Shuni. Ha. Endi sizga yana savol. Ota, bu har kimga berilmaydigan bu ham bir yaxshi ne'matda aslida. Otaga shogird tushish bu kamdan kam holatda bilamiz-da, chunki ota bu yerda qattiq qo'lmilar ishxonada ham yo qanday, ishxonada yaxshimi yo uyda yaxshimi hayot xullas? Endi ishxonada baribir qattiq qo'lli o'rgatadilar. Uyda endi как положено ota bo'ldi. Ha, boya sizni o'rningizda Olimxon akam o'tirganda men ularga savol berdim-da, eng sevimli shogirdingiz kim dedim, ular lekin o'g'lim demadilar. Hammasi men uchun bir xil dedi. Ha, akamiz dedim, baribir. Haligi o'g'lim emas, hammani teng ko'rar ekan, hammasi bir xil ekan ishxonada dedim-da, men